Zo'r ko'rsataman. Yengil, issiq tutadi. Ayniqsa yosh katta odamlar bilasizlar, ustida og'ir narsa bo'lsa yoqmaydi. Internetda yolg'on gapirib sotishyapti. Biz yolg'on gapirmaymiz, borini aytamiz. Xo'p, ko'rpa kir mashinaga tiqib bemalol yursangiz bo'ladi. Razmeri точно keladi. Ya'ni 2 kishiligi 2 ga 230 bo'ladi. 1 kishiligi 160 ga 210, ikkiligi bo'ladi. Xo'p, qarang. Ko'rpani kir mashinaga tiqib yursangiz bo'ladi. Kimgadir bersangiz, podarka qilsangiz, bemalol mana idishini ham ko'ring, ko'jini idishlarda 1 kishilik ham, 2 kishilik ham xuddi shunaqa idishda bo'ladi. Idishini ranglari ham bor, har xil rangli bo'ladi. Qudalarga berishga deysizmi, masalan, qizga podarkalar qilishga deysizmi, nima narsaga bersangiz, masalan, buni olib, ana oldi berdi ko'rpaga o'xshab yoqqa qo'yib qo'ymaydi. Buni olib ishlatadi bemalol. Chunki ishlatadigan yaxshi ko'rpa. Idishni men o'zim kir mashinaga tiqib yuvdim. Mana shu ishonsangiz kletkasi bundan ishib chiqdi. Ichidagi narsasi shunaqa yumshoq bo'ladi. Ko'rpani ishlatasiz, bir kunda ma'lum bo'ladi. Yoqmasa qaytarib berasiz. Shunaqa nimasi bilan sotyapmizki, ko'rpani sifati xudo xolisa bizani uyaltirmaydi. Chunki biz buni oldin ishlatib, ko'rib, keyin biz xalqqa yetkazamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi ham rostdan shikolat narx qilib qo'ydi. Narxini qarang. 2 kishiliga $32.